Mana shu videoni hech qaysi ovqatda tuzlamasiz yeyolmaydigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. 35 yildan beri xalq mazza qilib yeb kelayotgan Zulyapani tuzlamalaridan yeb ko'ramiz. Zulya barakani Qorasuv 17dagi filialida mehmondamiz. Sababi bu yoqda mijozlar uchun ajoyib yengillik qilishibdi. Ya'ni 150 ming so'm va undan ko'p savdo qilgan mijozlar uchun nakapitelniy karta ochib berishni yo'lga qo'yishibdi. Mahsulotlarga assortiment bo'lsa juda ham ko'p ekan. Siz Zulya baraka haqida bilarmidingiz? Kommentariyaga yozib keting. Men birinchi bo'lib po'sti artilgan pomidordan yeb ko'rdim. O'zi ham rassa suvli ekan. Dungan qalampirni bo'lsa yeya olmadim. Keyin arman qizil karamidan yeb ko'rdim. Karamlarning xillaridan bor ekan. O'zi ham shirin karam deysizmi, nordon karam deysizmi, anzur piyozi, kam tuzlangan pomidor, sho'r pomidor, kam tuzlangan bodring, sho'r bodring, xullas hamma xildagi tuzlamalarni topar ekansiz. Undan tashqari garchitsa bilan jalapeno ham bor ekan. Kompotlarni 3 litrligi yu 1 litrligi. Sabrim chidamasdan kompotni ham ichib yubordim. Bexili deysizmi, olchali, assorti kompotlar ham bor ekan. Tabiiy pomidorli so'kiga tayyorlangan bodringdan ham yemasdan keta olmasdim. Buni nomini chempion deyishadi, xabaringlar bormi? Xulosa shuki, assortiment zo'r, mahsulotlarning mazasi prosta bomba. Tavsiya qilaman. Manzil o'sha hamma Kadishova deb biladigan Qorasuv 17 da shundoqqina parvoz to'g'onasidan 200 metr kelganinglarda 5 etажga Do'mmateyda joylashgan. Aniq lokatsiya Telegram kanalida.